Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan homiladorlik davrida gemoroyni yuzaga keltiruvchi asosiy sababchi faktorlar va tug'ruq jarayonida gemoroyda chiqib qolishi mumkinlik to'g'risida to'liq va batafsil suhbat o'tkazamiz. Homila kattalashgan sari pastki chanoq sohasida bosimni yuzaga keltiradi. Kavernoz tana kengayib ketib qoladi. Bu gemoroy degani. Homiladorlik davrida 3 oylik payti, ya'ni homila kattalashgan davr, homiladorlikdan keyin tabiiy fiziologik tug'ruqdan keyin kuchli og'riqlarga sabab bo'ladi. Tug'ruq jarayonida kuchanish natijasida gemoroy tugunida tromboz yoki отек berish darajasi juda ham yuqori. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan homiladorlik davrida gemoroyni yuzaga keltiruvchi asosiy sababchi faktorlar va tug'ruq jarayonida gemoroyda chiqib qolishi mumkinlik to'g'risida to'liq va batafsil suhbat o'tkazamiz. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz. Masalan, birinchisi, homiladorlik davrida nimaga gemoroy paydo bo'ladi? Ko'pchilik ayollarni qiziqtirgan savol. Chunki homila kattalashgan sari pastki chanoq sohasida bosimni yuzaga keltiradi. Men ko'pchilik bemorlarga tushuntiraman shlankada suv sepish misoli bilan. Masalan, tasavvur qiling, siz shlankada suv sepyapsiz hovlingizga. Uzoqroqqa sepmoqchisiz. Nima qilasiz? Shlankani uchini qisasiz. Natijada suvimiz uzoqroqqa boradi. Nega? Davleniya ko'tariladi. To'g'richak ham xuddi shunaqa. Homila kattalashgan sari chanoq sohasini bosadi. Vena qon tomirlari eziladi. Natijada ichkarida davleniya ko'tariladida kavernoz tana kengayib ketib qoladi. Bu gemoroy degani. Endi tabiiy hol homila borgan sari kattalashib boradi, lekin buni oldini olish mumkin. Nima qilish kerak? Demak, homiladorlik davrida 3 oylik payti, ya'ni homila kattalashgan davrida emaklab yurish kerak. Hech bo'lmaganda bir kunda 3 mahal, ertalab, obedda, kechqurun 5-10 minutda emaklab yurish kerak. Bu homilani chanoq bo'shlig'idan ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'iga qarab ketishiga sabab bo'ladi. Natijada zastoy yo'qoladi. Ya'ni tushuntirgan misolim, shlankani uchini qisganimiz-ku, o'shani qo'yib yuboramiz. Natijada suv oqimi pasayganda, demak homila ham orqaga qaytadi va zastoy yo'qoladi. To'g'ri, bu 100% lik sabab bo'lmasligi mumkin, lekin bu vaqt oralig'ida bemor ichini qotirmaslik kerak, ya'ni homilador ayol ichini qotirmaslik kerak, ko'p yuk ko'tarmaslik kerak va ko'p o'tirmaslik kerak. Buni, ya'ni sababchi faktorlarni bartaraf qilib, emaklab yurish natijasida albatta homiladorlik davrida gemoroydan uzoqlashish mumkin. Demak, ikkinchi savolimiz tug'ruq jarayonida gemoroy chiqib ketib qolishi. Bu bo'ladigan narsa. Chunki bir xil homilador ayollarda homila boshqa tarafi bilan keladi yoki torchanoq bo'ladi, ortiqcha kuchanadi. Ya'ni tashqariga homilani tabiiy fiziologik tug'ruq jarayonida chiqib ketish uchun to'siqlar yuzaga keladi. Buni natijasida ona qattiqroq kuchanadi. Kuchanish natijasida o'zi 9 oylik homiladorlik davrida homila to'g'ri ichak sohasidagi zastoyni yuzaga keltirgan. Gemoroy tugunlarida отек yuzaga kelgan. Qattiqroq noto'g'ri kuchanish natijasida gemoroy tuguni chiqib ketib qoladi. Bu nimani dalolati? Homiladorlikdan keyin tabiiy fiziologik tug'ruqdan keyin kuchli og'riqlarga sabab bo'ladi. Onani halovati yo'qoladi. Bolasiga ham qarolmaydi, o'zini ham eplolmaydi. Faqat dardi xayoli orqasidagi og'riqda bo'lib qoladi. Bu bilan nima demoqchiman? Siz homiladorlikni rejalashtiryapsizmi? Gemoroyingiz bormi? Birinchi gemoroydan qutuling, keyin homiladorlikka harakat qiling. Shunda homiladorlik davringiz va tug'ruq jarayoni chiroyli o'tadi. Sababi sizning gemoroyingiz bor, lekin tug'ruq jarayonida kuchanish natijasida gemoroy tugunida tromboz yoki отек berish darajasi juda ham yuqori. Har qanaqangi svecha, dori vositalaridan foydalanib, sababchi faktorlarni bartaraf qilib, tug'ruq jarayonida aksher-ginekologning nazoratida noto'g'ri kuchanmasdan tabiiy fiziologik tug'ruq bilan homilangizni yuzaga tug'dirgan taqdiringizda ham отек hisobiga gemoroy tuguni kattalashib ketib qolishi mumkin. Bu degani homiladorlikdan oldin albatta proktologga ko'rinib, gemoroyingizdan qutulib, keyin homiladorlikka harakat qilganingiz yaxshi. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz.